Ben Harizmi. Cebiri icat eden Harizmidir. Harizemli, Türkistanlı. Harizmşahlar bugün Özbekistan'ın falan olduğu sahayı da içine alan, Harizm bölgesini alan, bölgede kurulmuş olan bir Türk devletidir Harizmşahlar. Ajdodlari qahramon bo'lgani uchun diktatorlar Xorazmdan qo'rqqan. Stalin ertalab turib, Xorazm tinchmi degan atrofidagilarga. Qo'rqqan. Chunki u o'sha Jaloliddin Manguberdilarni, ularni ajdodlarini mazasini oshirib qo'yganligi esdan chiqmagan. Aziz avliyolar eshigi bo'lgan, ahli donishlar beshigi bo'lgan Shayx Najmiddin Kubro dunyoga kelgan, Mo'g'ul bosqinchilar iymonga kelgan Sehrul Qinoatli diyor Xorazm. Menga muzeyning qaysi qismi ko'proq yoqdi? Turk bayroqlari turgan joyi rosa yoqdi. Xorazmshohlar davlati. Hujjatsa Chingizlarga darvozasini ochmagan, Temur Malik orqasida Sirdaryoga sakragan, qannasa qorachiq olovlarga sachragan, shiroflarni ko'rgan cho'poq cho'lig'imsan vatanni. Sayfiddin Qutuz mana shu kishilar mamluklar mamlakatini tuzdi va podsho bo'ldi. Mana shu Sayfiddin Qutuz birodarlar, bilasizlarmi? Mana shu Mo'g'ullarni birinchi marta mag'lub qilib Shavkatini sindirgan qo'mondon mamluklardan chiqqan va bizning yurtimizdan bo'lgan u kishi. Jaloliddin Manguberdirni opasining o'g'li bo'lgan. Samarqandni, Buxoroni Mo'g'ullar qilib, yakson qilib, kattalarni chopib, erkak bolalarini sotib qul qilganida, qul bo'lib Misrga borib qolganida Sayfiddin Qutuz. Amirlarning oilasidan edi, ulug' insonlarning oilasidan edi. Uni yurtiga Mo'g'ullar kelganda nima ishlar qilganini ko'rgan edi. Endi mamluklarning davlatiga podsho bo'lgandan keyin yanchib tashladi hammasini. Bizni ham yurtimiz bo'ladi birodarlar, bilib qo'yinglar. Bilamiz mana shunday bir buyuk insonlarning tarixini. Siz bilan biz ajdodlarimiz. Mo'g'ulda tiz cho'tirganlar siz bilan biz yurtimizdan chiqqan insonlar bo'lgan.